Mana bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim Rayn daryosi va undagi kemada ham sayr qilishyapti. Rayn daryosi bo'yidagi bunaqa attraksionlar mana. Hamma sayrga chiqishgan, aprel oyi, havo iliq. Bu to'xtadi mana yuqoridan. Attraksion har xil ko'ngilochar attraksionlarga mazza qilib dam olishyapti. Mana kechdi. Daryoga tushib ketmasa bo'ldi. Tushmadi. Bu tomon endi ko'tarildi. Daryoda ham kemalarda yuribdi. Bu yerda katta kema, bu yerda kichkina kema va yuqoridagi bunaqa attraksionlar. Bundan tashqari qiziqarli velosipedlar har doimgidek. Mana bu kema kichkina bo'lsa ham tezligi yaxshi ekan. Olmoniya, Germaniya bayrog'i tushgan kichik kema. Bu turk bajarayapti. Mana atmosfera. Bu yerda katta kemalar yuribdi.